eringiz indamas ekan, begona yigitni yonida o'tirsangiz ham deb yozib yuboribdi o'tgan safar. Voy maylimi, ukamni yonida o'tirsam deydigan odamni o'zi yo'q edi tavba. Xullas kalom, 3-dekabr meni tug'ilgan kunim edi. 17-dekabr ukamni tug'ilgan kuni edi. Tort zakaz qilgan edim, lekin grip bo'lib qolganimiz uchun admin qilib turgan edik. Как раз mana yangi yilga tort kelib qoldi. Paytdan foydalanib trendni snimat qilishga harakat qildik, lekin bizda вообще o'xshamadi. Saxrni pudra ham sepdik, un ham sepib ko'rdik, даже kukuruzni kraxmal ham sepib ko'rdik, lekin bizda umuman o'xshamadi. Qaytam hamma joyimizda un, saxrni pudra qildik bor-ku. Erim stoler bo'lib ishlaydilar, dubdan ruchnoy работа qilib, hammamizga shunaqa podarishni nabor qilib yasab ketdilar. Ayamga отдельно qilib yasagan ekan, xursand bo'lib qoldi ayam. Bizda bugun shunaqa skromniygina dasturxon, oila davrasida hammamiz o'tirib maza qilib ujin qildik. Keyin hammalaringizga rahmat aytib, video snimat qildim istoriyaga. Meni kuzatayotganlaringiz uchun, meni podдержка qilayotganlaringiz uchun. Keyin yana bitta trend snimat qilishga qaror qildik. Va rosa kulishib qildik, lekin uni отдельно video qilib chiqaraman. Tog'asini qo'ymaydi bolalar, sochlarini ham o'rib tashladi. Kesam sochingni keratin qilib beraman desam, tekin bo'lsa mayli deb qoldi ukam. Mani qizlarimda ham ichlari gumurib ketib, ayajon bizda ham qiling shunaqa trend deb qo'ymadi. Rosa zo'r qo'shnilarimiz borda, ularni chaqirdik, kelinglar biznikiga deb. 11:30gacha ular ham o'tirishdi, mazza qilib gaplashib o'tirdik. Qanday yaxshi, hamma xursandchilikda, birovni kayfiyatini tushirmagan. Eng zo'r davra shunaqa shekilli. Asalchalarim, hammalaringizni yangi yil bilan tabriklayman.